voy qarsillatish ish emas, uni oqibati menga yoqmaydi. Ertaga bir 50-60 yoshga chiqqaninglarda bunaqa Parkinson bo'lib qaltirab qolsanglar, meni rosa duo qilasizlar-da. Men o'shaning uchun manual terapiya bilan shug'ullanmayman. Bitta manual terapiyani olgan odam как unga manual terapiyaga narkotik deb bog'lanadi-da. Vaqti kelib qolgandan keyin o'sha narsani olmasa, tanasi o'zini holatini yo'qotib qo'yadigan bo'ladi. Bir bitta bundoq qilsam bo'yningizligini shundoq ochib beraman, miyaga avtomatik kislorod borishi chutki bo'ladi. Lekin buni oqibatini aytyapman-ku qayta. Oqibati Parkinsonizm kasalligiga olib keladi. O'sha qarish davriga o'tganimizda oddiy mana shu stakanimizni usholmasa, mana shunaqasidan qo'limiz qaltirab, qoshig'imiz og'zimizni topolmay qolib, qaltiroq kasalligi Parkinson kasalligi deyiladi. Uni o'rniga sog'lomlashtiruvchi massaj olganinglar yaxshi. Sog'lomlashtiruvchi 1 soatlik masajimizni 350 ming so'mdan. Aksiya ketyapti-yu, foydalansanglar-chi. Aksiyani kayfiyatim yomonlashguncha qilib qo'yganman. Foydalaninglar yaxshi kayfiyatdaligimda.